Xitoy Komünist hokimiyatining Xitoylarni Sharqi Turkistonga ko'chishga rag'batlantirish siyosati davomlashmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda, Sharqi Turkiston miqyosida askarlik muddati to'shgan Xitoy askarlarining bu rayonda qilib o'ltiraq qilishi uchun alohida tashviqot markazlari qurilgan. Turkiston agentligining xabar qilishicha, bu ish uchun o'xshash bo'lmagan rayonlarda jami 1294 tashviqot markazi qurilgan. Sharqi Turkistonning yerli xalqi bo'lsa, orasida nurg'ulg'an olim, ziyoli va san'atkorlarning bo'lishiga qaramasdan bilimsiz va ishqi qoq kelmas deb atalmish terrorlik va bo'lgunchilik bilan ayblanib, qolgancha tutqun qilinib, irqiy qirg'inchilik uchirmoqda. Türk dunyosi musiqisidagi muhim shaxslardan biri bo'lgan Aksungur bir millatni boshqa millatdan ayiradigan eng muhim omillar madaniyat, ya'ni yashash tarzi, so'zlash usuli va tuyg'ularni ifodalaydigan musiqadir dedi. Musiqa haqidagi savollarga javob bergan Aksungur, musiqaga o'z muhrimizni bosgan bir millat biz Bizansdan 12 muqam oldik deyapmiz, lekin bu 12 muqam Bizans bilan hech aloqalashib boqmagan Uyg'urlardimi ba, Sharq Turkistondami ba, boshqa yana O'zbekiston va Tojikistonda turli muqamlar ba. Bu muqamlarning ko'pinchisi bugun musiqalarda aktiv qo'llanilmoqda dedi. Hindistonning birdilla Jammu Kashmirini Hindistonlashtirish qadamiga Xitoydan ogohlantirish keldi. Kashmirning 20%dan tutib turayotgan Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Hindiston taraf ichki qonunlarini tang taraflik holda o'zgartib, Xitoyning egalik huquqining tegini qo'llashni davomlashtiryapti dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Hindistonning chegara masalasida so'z va harakatlarga diqqat qilish kerakligini ta'kidlab, Hindistonga ikki taraf orasida imzolangan kelishimlarga rioya qilish va chegara masalasini texmi qalaymaqonlashtiradigan faoliyatlarda bo'lmaslik haqida chaqiriq qildik deyildi. Amerikaning Mississippi shtatida 7 dona yemaklik ishlab chiqarish o'rniga elib berilgan harakatda 680 ko'chman qo'lga olindi. Doiralar 600 dak kishining ko'chman ishchilarning qechishining oldini olish uchun atrofdagi itizlarga o'rlashtirilganligi bildirildi. Adliya ministrligining bayonotida davomlashayotgan jinoiy ishlar bo'yicha tekshirish doirasida rayonga ko'p taraflamalik nazorat elib berilganligi bildirildi. Harakatning tafsiloti jamoatchilikka oshkorlanmadi. Donald Trumpning davomli ko'chmanlarni kamsitadigan ifodalarni qo'llanishining jamiyatda ko'chmanlarga qarshi kayfiyatni kuchaytirayotganligi tanqid qilinmoqda. İran Mudofaa ministri Amir Hatami Amerikaning Paris qo'ltig'ida shakllantirmoqchi bo'lgan xalqaro ittifoqiga Isroilning yer elishining rayonda bir fojiaga sabab bo'lganligi haqida ogohlantirdi. U Amerikaning rayondagi ishonchsizligining manbasi ekanligini tilga oldi va Amerika safar bexatarligini kapolatga ega qilish bahonasida qurib chiqmoqchi bo'lgan ittifoq ishonchchiligini texmi oshirdi dedi. Isroilning Amerikaga qurmoqchi bo'lgan ittifoqda yer elishi mumkinligi haqida to'xtalgan Hatami, bu urinish bir ig'vogarchilikdir va rayonda fojiaga sabab bo'lishi mumkin dedi.